Ana o'rtoqlar, mana shu qo'y yoz kunlarida 2 million 600, 2 million 800 ga olingan. Quruq bedaga bo'lgan. Hozir qornida 3 oylik bo'g'izi bor. Bozorda xuddi shunday qo'ylarni hozir 4 million 800, 4 million 700 beryapti. Hali tug'maganini. Mana bu qo'yni ro'parasi 9 oy bo'ldi. 9 oy oldin 1 million 700 ga olgandik. 1 million 700 ga olgandik. U bitta bola berdi. Bitta bolasini 3 oylikda ayirib yana qo'shganmiz. Uni bolasi mana shu yerda yuribdi. Hozir bolasini o'zi ham kami 3,5 million tortadi. Kami 3,5 million. Buni ham qo'rnida 1 oylik bolasi bor. Yaqinda bo'g'iz bo'ldi. Endi onasini o'zini ham qo'rnida hozir bo'g'iz bolasi bor. Bolasi hozir taxminan 4 oylikcha 3 oydan o'tdi. O'sha yellar tashab qo'ygan, qorni ham osilgan. Nasib bo'lsa 1 oy 1,5 oyda tug'ishi kerak. Bitta qo'y endi o'rtacha olganingizda 9 oy mobaynida hisoblaydigan bo'lsak 5 million tashayapti. 5 million. Hali bolasini sotganimiz yo'q. Bolasini, qornidagini ham, bolasini o'zini ham hisoblaganimiz yo'q. O'rtacha o'zini holatidagi qo'yni hisoblayapmiz. Agar hozir shu 1 oydan keyin tug'sa, kami 6,5 million ketadi. Katta qo'yimiz 6,5 million, 6 million 700 ketadi. Bitta tug'sa, agar ikkita tug'sa, o'zlaringiz tushunavering. Ikkita tug'sa undan ham yuqori ketadi. Qo'yda daromad yo'q degan gap yolg'on. Daromad qilish kerak. Endi to'g'ri ratsionalni ovqatlantirish kerak. Ratsionalni ovqatlantirish ham nima? Agar dalada ishga jo'iz bo'lsa, bir mahal yem berib turib qolgan payt aylantirsangiz, qo'ylarning badani juda o'ta zo'r bo'ladi. Mana o'sha qo'yimizning bolasi. 1 oylik bo'g'iz bu ham. Qo'ylar уже bolalashni boshladi. Mana buni bolasi yonida yuribdi, qora. Tug'ilganiga 1,5 oy bo'lgan. Shu qo'yimizni ham 1 million 300 mingga oluvdik. Qora qo'yimizni 1 million 300 mingga oluvdik. Hozirgi kunda bitta bolasi bilan sotgan taqdirimizda ham kami 5 million 600, 5 million 700 tortadi. Bitta bolasi bilan. Lekin hozirgi unaqa narxlar yo'q. Shu kecha kunduzda narx yo'q unaqa. Shunaqa qo'ydan foyda yo'q deganlar uchun endi ratsionalni o'z vaqtida bersangiz, qo'chqordan ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Hozir uyimizda 4 ta 5 ta boqiladigan qo'chqorlar bor. Mana shu qo'chqorda ham masalan 5 millionga olgandik. 5 millionga olgandik. Unga 7,5 millionga xaridor chiqdi. Berganimiz yo'q, qo'ylarning orasida yuribdi. Juda katta yuqori qo'chqor. Mana qo'chqorimiz ahvol. Qo'y boqsa обязательно daromadi bor o'rtoqlar. Qo'rqmasdan qisir sog'liqlarni olib, oriq-oriqlarni olib dalada boqsa bo'ladi yoki bo'lmasa yemga tutib turib boqqan taqdirda ham kunlik xarajatda o'ta o'sha yem berib boqqan taqdiringizga ham 5 mingdan 6 mingga dovur ketadi. Ya'ni bitta qo'yda hozir kecha kunduzga 200 ming hisoblayvering. 200 ming o'sha beda berasizmi, sulo's berasizmi yoki bo'lmasa bug'doyni pishirib berasizmi? O'sha umumiy hisobda olib qaraganda 200 mingdan ziyod yeyolmaydi hech qaysi. Hozirgi kecha kunduzga imkoniyat katta, sababi molaqoti arzon, go'shtlar qimmat. Ilgari boshqacha edi. Go'sht arzon, molaqoti qimmat edi. Hozir kecha kunduzda bug'doy ko'tarilgani yo'q. Arpalar arzon, makkalar arzon, barchasi 3 ming, 3,5 minggacha olsa bo'ladi. Shunaqa gap o'rtoqlar. Qo'rqmasdan mol qo'ylarni boqishga harakat qilish kerak. Daromad katta.